Bismillahirrohmanirrohim. Olamlar Robbi bo'lmish Alloh azza va jallaga behad hamd sanolarimiz bo'lsin. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bitmas, tuganmas salovatlarimiz bo'lsin. Xususan sahobai kiromlardan Alloh azza va jalla ham rozi bo'lsin. Biz bilib bilmay qilgan xatolarimizni o'zi mag'firat aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Ramazon oyini ham 11-kunligida turibmiz siz azizlar. 11-darsligimizda 11-kunlik 11-darsligimizda quloq qanday roza tutadi degan haqida siz azizlar bilan to'xtalib o'tamiz. Alloh taolo aytadi: Qola taala, albatta quloq, ko'z va dil yana o'sha mas'uldurlar. Quloq Allohning oldida eshitgan narsalari haqida so'raladi. Solih insonlar so'zlarini eshitib uning eng yaxshisiga ergashar edi. Quloqlarning hidoyatini tinglashdan va haqni eshitishdan burganlarni nadomatda qolishadi. Quloq fahish so'zlar, behuda musiqalar, yomon va uyatsiz narsalardan roza tutadi. Solih insonlar Ramazonda va boshqa oylarda Alloh taoloni g'azablantiradigan so'zlarni tinglashdan roza tutishgan. Ko'pchilik insonlar Alloh taolo ularga ne'mat qilib bergan a'zolarni behudaga sarflashdan Alloh taolo ular haqida shunday deydi. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Sadaqallohul azim. Va tahqiq jahannam uchun ko'plab jin va insonlar yaratdik. Ularni dillari boru tushuna olmaslar, ko'zlari boru ko'ra olmaslar, quloqlari boru eshita olmaslar. Ana o'shalar chorva hayvonlari kabidirlar, balki ulardan ham battarroqdir. Ana o'shalar g'ofildirlar. Ha, ulardan quloqlari bor, ammo ular mav'iza, tadabbur va fahm yuritish ongini eshitmaydilar. Ko'pchilik insonlarning quloqlari hayvonlarniki bilan bir xil. Ularda diqqat, e'tibor, manfaat va foyda umuman yo'q. Alloh taolo aytadi: Qola taala: Am tahsabuna anna aktharuhum yasma'un أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. yoki sen ularning ko'plari tinglay oladilar yo anglay oladilar deb hisoblaysanmi? Aslida ularning hayvonlardan farqi yo'q, balki yana ham yo'ldan ozganroqdirlar. Insonlar orasida quloqlari harom nag'malar, gunoh so'zlar va uyatsiz iflosliklar ila to'ldirgani bor. Ular aslida haqiqiy sunnatga muvofiq tinglash bo'lgan Qur'onni tinglashdan yuz o'girishgan. Qur'onni tinglash esa iymon, hidoyat, nur, najotni beradi. U qalbini hikmat, sakinat, unsa va xotirjamlikka to'ldiradi. Uning tinglash ham o'ylar, xatirli vasvasalar, gunoh yo'llardan saqlaydi. Quloqning ozuqasi zikr, manfaatli ilm, yaxshi mav'iza, chiroyli odob va go'zal so'zlardir. Shoir aytadi: Ey qulog'im, yomonlik tinglama zinhor. Bilsang, uni eshitmoqda ham gunoh bor. Bu narsa ham bekorga keltirilmayapti. Mav'izamizda she'rdan maqsad shuki, she'rni keltirishdan maqsad shuki, kerakmas narsalarni eshitib,
birovlarni kerak emas hayotini birovlarga gapirishlik yaxshi emas. Tarqatishlik yoki bir narsani eshitdi-da uni ovoza qilishlik, dalil hujjati yo'q holatda, dalil hujjat bo'lgan holatda ham uni ommaga olib chiqishlik mumkin emas. Yaxshi ish emas. Hazrati Umar radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan, mo'minlarning amiri bo'lgan chog'ida bir ota keladi oldiga. Keladida aytadi Hazrati Umar: "Meni qizlarimga sovchi kelyapti. Ularga nima qilay?" deganlarida aytadiki, "Qanday edi?" deganida oldin shu bir odam bilan zino qilib qo'ygan bo'ladi deydi. Desa keyin yomon edi deydi. Desa nima ishlar qilyapti hozir? Hozir yaxshilikda bardavom bo'lyapti deydi. Yaxshilikda, ya'ni yaxshilik qilishlikda o'zib ketyapti deydi. Yaxshilik qilyapti odamlar deganida haligi joyda Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytadiki, qizingni muslimalar qatorida uzatgan deydi. Muslimalar, ya'ni muslima ayollar, hech kim bilan aloqa qilmagan holatda uzatgan deydi. Deb o'ylanib qolganlarida aytadiki, Alloh yashirgan narsani sen yashira olmaysanmi deydi. Ha azizlar, Alloh u bandani sharmanda qilib qo'ymayaptimi odamlarga? Siz ham yashing. Hammaga quloq, uni gapiga quloq solib, boshqalarga uni dardini ichidagi narsani ovoza qilmang. Uni dardi o'ziga yetadi. Qayerdan bilasizki, ertaga u odam yomon bo'lib ketib qolsa, siz aybdor bo'lib qolmang. Siz sababchi bo'lib qolmang. Abu Xuttom shunday rivoyat qiladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinada bir kampirni uyi oldida o'tayotib, uning batahqi senga g'oshiya xabari keldi deganda o'qi surasini qayta takrorlab, yig'lab o'qiyotganini eshitib qoldilar. Uni tinglay boshlaganlarida va shunday deb takrorladilar: Ha keldi. Alloh taolo bir qavmni chiroyli va go'zal tinglashini madh etib shunday marhamat qiladilar. Ularni payg'ambarga nozil qilgan narsani tinglaganlarida haqni bilganliklaridan ko'zlari yosh to'kkanini ko'rasan. Ular: ey Robbimiz, biz iymon keltirdik, ba'z bizni shahidlar qatoriga yozgin deb Alloh taolo o'zining kalomida, ya'ni biz bandalar tilida, ya'ni qalblar sohibi va bizni yaratgan Robbimiz bizni tilimizdan gapirishlikka qodir bo'lgan zot. Nimaga desa, solih bandalarni shunday yo'lini ko'rsatib beradi va jahannam ahlini ko'rsatib beradi. Alloh taolo barchalarimizni jahannam ahlidan bo'lib qolishlikka o'zi asrasin. Ana shular katta foyda qo'lga kiritdilar va eng go'zal holida yaxshilikka quloq tutgan kishilardir. Ro'zadorlar go'zal narsalarni tinglash, beparvo kishilar esa botil narsalarni tinglash bilan mashg'ul bo'ladi. Agar musulmonning qulog'i gunoh kalimalarni tinglash davom etaversa, ushbu kalimalar qalb xonadonini xarob qiladi. Ya'ni qalbingizda bo'layotgan narsalarni xarob qiladi, vayronaga aylantiradi. Iroda kasrini buzadi va ma'rifat bo'stonini fasodga aylantiradi. Alloh taolo ikki toifani qanday sifatlaganiga o'zingiz nazar solib ko'ring. Biror sura nozil qilingan vaqtda ulardan bu sizdan kimni iymonini ziyoda qiladi deydigan kimsalar bor. Bas, iymon keltirganlarning iymonini ziyoda qiladi va ular shod va xurram bo'ladilar. Ammo
qalblarida kasal borlarning iflosliklari ustida ifloslik ziyoda qiladi va ular kofir hollarida o'ladilar. Haqni tinglash qalbda haqqa bo'lgan sobitlikni ziyoda qiladi. Botilni tinglash esa qalbdan uning izini qoldiradi. Musulmon inson Alloh taolo unga eshitish ne'matini bergan uchun u zotga hamd aytish, ne'mati Robbisini roziligi yo'lida sarflashi lozim bo'ladi. Shunday ekan, u Qur'onni Karim tilovati, ilm darslari, manfaatlari, ma'ruzalar va yetuk hikmatlarni tinglashga ko'paytirish kerak. Shuningdek, u gunoh fahshga olib boradigan va Allohning yo'lidan to'sadigan har qanday so'zlarni tinglashdan tiyilish ham lozim bo'ladi. Alloh taolo aytadi, ular yolg'on guvohlik bermaydiganlardir va behuda narsalar oldan o'tsalar, hukumatlarni saqlash, hurmatlarini saqlash holida o'tadilar. Boshqa bir oyatda esa shunday marhamat qiladi: qachonki behuda narsalar eshitsalar, undan yuz o'girib, bizga o'z amallarimiz, sizga o'z amallaringiz, omon bo'linglar, biz johillarni istamasmiz deydilar. Alloh taolo bizni so'zini eshitib, uning eng yaxshisiga ergashadigan insonlardan qilsin. Alloh taolo barchalarimizni shu oyda, ya'ni Ramazon oyida turgan ekanmiz, yomon narsalardan yiroqda bo'laylik. Alloh azza va jallani zikrida bardavom bo'laylik. Quloqimizni behayo, beso'z, kerak emas narsalarni eshitib olib, odamlarga ovoza qilib yurmaylik. Tiyilaylik. Alloh azza va jalla sir tutgan narsani, Alloh azza va jalla xohlamagan narsani ovoza qilishlikni biz u narsaga qarshi bo'lib, Allohning hukmidan tashqarida bo'lib qolmaylik. Axir biz insonmiz, mo'min musulmonmiz. Birovni aybini oshkora qilib, hammalarga chachishligimiz va ularni obro'larini to'kishligimiz yaxshi ish emas. Mana Ramazon darsligida 11-kunida 11-darsligimizda o'tiribmiz. O'zimizga bu narsalarni yaxshiroq quloqlarimizga quyib olaylik. Bu eshitgan narsalarimiz, yomon narsalarni eshitganimiz o'zimizga ertaga ziyon bo'lib qolmasin. Gunohlarimiz ko'payib ketmasin. Alloh azza va jalladan so'raylik, tavfiq hidoyatni so'raylik. Alloh azza va jalla barcha narsani beruvchi bo'lgan zot iymonni ham qalbimizga joylab qo'ysin, gunohlarimizni o'zi kechirsin, mag'firat aylasin, quloqlarimiz yaxshi narsalarni eshitishlikka va yaxshi narsa Allohning kalomini eshitishlikka o'zi nasib ro'za aylasin. Barchalarimizni bugungi tutgan ro'zalarimizni o'zi dargohida qabul etsin. Yana inshaalloh ertaga Ramazonni 12-darsligini ham siz azizlar bilan ko'rishlikni o'zi nasib ro'za aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.